aka, 3 tadan somsam qoldi. Shuni olinglar. Menga qara, obod kuyib ketgan somsalaring kim oladi? Sanlarni ham onalaring mana shunaqa chiqazib yuboradi-da. Nimaga unaqa deysan? O'g'irlik qilmayapti-yu. Har doim oyim qilardilar. Mazalari yo'lga o'zimizni pishiruvdik, ozgina kuyib ketdim aka. Kuygan bo'lsa ham o'zi shira. Odam rahmini keltirmoqchi bo'lsalar, obodlaring kerak emas. Ketdingizmi? Shoshma bolam. Mana shu pulni olinglar-da, oilaga olib boringlar. Somsang kerak emas. Rahmat aka. Bunaqalar yaxshilikni bilarmidi? Qattan bilasan, bir kun shu bolani senga yaxshiligi tegib qolar. Menga nima ham yordam tegadi bu zumrashan. Bolam to'xta. Hozir oyi. Yo'qollaring, yordam beringlar. Ketdim. Amaki, yaxshimisiz? Sen? Yaxshilik qachon qaytdi, kimdan qaytishini hech kim bilmaydi. Rahmat ukam. Amaki, nega rahmat deysiz? Yaxshilik qolmanu. Mayli, yaxshi qoling.